Hürmetli vatandaş, leksiyelerini yukarıda sözlep öttük. Birinci leksiyada dikkat kıldınız bu gay. Bir çizsan eğitimde talağıntıp kalmanı beni geçirin vatandaşlar. 2020 yıl bir çizsağı 7. ayının 18. günü yaptık işembe. Yukarıda körep öttük. Men sizlerden tünügüllatı sözü gönüdüm. Bir parça leksiyonu ne mi dedi? Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin ministeri, Taşkı İşler Ministeri Wangi bizden Amerika'nın ordunu ötüp Cungo'ga, dünyaya hükümranlık kılış niyetimiz yok. Bizden Amerika bilen qandaqtı bir meydanda karşılaşış niyetimiz yok. Muşundaq niyetimiz yokları təxili tünügülü sözlep boğan edi vatandaş. Bu təxi hazırım Amerika Avaz'ın Xitay Til programısı turuptu makalı nima haber? Bugün yani tuyuksuzla Taşkı İşler Ministerliği Cungo'nun Wang Yi Efendi Ministeri Wang Yi tuyuksuz özgürüp Rusya Federasyası'nın Taşkı İşler Ministeri Raulov bilen sözleşti. Sözleşkende bazı sözlerde ne mi depti? Cungo'nun Amerika'nın çok devletlik kıyafeti yok depti, yüzü baha veripti. Çok devletlik kıyafeti yok depti, yüzü baha veripti. Şundakla Amerika'nın bir kança sevellikleri, acizliklerini sanap çıktı. Mesela mesuliyetini başkaları iştirip koydu. Jukumluk virasından faydalanıp başka devletlerge karı çapladı. Kılmıgan eskilikler kalmadı. Bu kılmıgan eskilikleri kalmadı. Hazırki dünyada muşu esirinin 20. yılında kılmıgan eskilikleri kalmagan devlet Amerika koşmuştattır mı ya ki Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti mi? Bunu söz ketmeydi. Paket fakat sözün ornadlı yüzden nime paket kelligini kişilerge eğitip bireleydi. Başkalarını koyup duraylı, ornuğu ütüş, ornuğu ötmeslik, çoğunçılık kılış ve yeniklik kılış diyenler turup dursun. Hazır Cungo siz kişiler tekitlep etken bir noktada mesela Cungo'nun normal tertibine buzgunçılık kılmakçı ya ki Allah kaçan buzgunçılık kıldı. Dünyanın normal tertibi demokratik ideali, demokratik düşünceler ve devlet aparatlarını demokratik halde teşkilleş. Bu İkinci Dünya Uğraşı'dan keyinki dünyanın tertibi bulup sanaldı. Bu hazır İkinci Dünya Uğraşı'dan ki nayte kan miqyasdaki medeniyet muhitidin bu tertip dünyanın yeni tertibi asla dünyanın mərifət seynasına kirip geldi. Mesela demokratik kuruluş seynalarından alıp çıkıp dünyanın mərifətlik seynasına kirip geldi. Bu digellik burun bu geple bir işki siyasonun ağzıda eğitildiğin bolsa hazır bu demokratik tertipler, demokratik düşünceler dünyanın demokratik tertibi degen bu sözde avamga yani mərifət dünyası avamga, halka, puralanın en güç sınıp girdiği degen gep. Hazır bu garp dünyası demokratik ellerde devletinin teşkillenişi delmişi demokratik tertip yake dünyanın normal halkara tertipi bu iş teşkillendi degen gep. Bugün Cungo del bunun buzgunçılık kılıvatıda. Kayıs noktada? Demokratik tertip degen noktada. Ya ki halklar, Allah halklarının enideki demokratik ideolojiye karşı despotizm ya ki müstebitizmlik siyasetle muamele kılıvatkan Cungo, elbette bunun buzgunçılık kılıvatkan Cungo bulun. Hem divada kılgan eskiligi, kılmagan eskiligi kalmadı değil. Kimin eskiligi? Cungo'nun eskiligi bu ya ki Amerika'nın. Biz Cungo'nun eskiligi, kılmagan eskiligi kalmadı değil. Mesela müstemlik Uyguristan'da İkinci Dünya Uğraşı ikinci kıtım tekitlenmeydi dep eğiz kalgan kırgınçılık, etnik kırgınçılık, ceza lageri, medeniyet kırgınçılığı ve adamlarını bivastı öldürüş. Pilallık tuğut bilen boğaklarını, narisidilerini öldürüş. Bu Xitay üçün eğitkanda eskilik mi ya ki Xitay'nın menteqsidi, yaxşılık mı vatandaş? Öyle bakın. Endilik de hazır neymiş ka? Raulov Efendi'ni izlep kaldı Minister Wang Yi. Minister Wang Yi del müşbeytti Raulov Efendi'ni kanda izlep kaldı. Gep manama yedi.
Ondan keyin hozir Amerika Qo'shma Shtatlar o'ttirig'i chiqayotgan bir siyosat. Nima deydi? Makar turizm. Makar turizm bu yerga MacArthur ayni vaqtda Chavshan urushi mezgilida Jungo armiyasiga qarshi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti armiyasiga qo'mondonlik qilgan amerikalik general MacArthur. Keyingi xizmatda bu kishi Amerika Qo'shma Shtatlariga prezident bo'ldimi qanday? Taza esimde yo'q, meni kechiringlar. Biroq bir qilg'ini esimda bor. MacArthur Amerika Qo'shma Shtatlarida kommunizmga qarshi, kommunistik sistemaga qarshi, kommunistik ideyalarga qarshi nayta dag'dug'liq siyosiy harakat qo'zg'agan edi. Bugun Wang Yi apandi nima deydi? MacArthurizm Amerikada qaytadan bosh ko'tardi deydi. Buning nuqtai nazarini qanday tushuntiramiz sizga hozir? Tunigillardan bir xabar keldi, ertaga tayyorlaymiz vatandoshlarım. Ertaga tayyorlaymiz vatandoshlarım nima dedi? Jungo Kompartiyasining a'zolarini, hatto Jungo Kompartiyasi a'zolarining bola chaqisini Amerika kirgizmaymiz. Kiradigan bo'lsa Amerikada qo'g'lab chiqaramiz. Bu katta gap bo'ldi. Sho'g'i buni hozir Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi MacArthurizm. Yani MacArthur şu vaqtda kommunizm qanday qarshi turgan bo'lsa, bugun Amerika kommunizm bilan bizga ideya kommunistik sistema ideyalarni davron qilib hozir Jungoga shunday qarshi turyapti demoqchi bo'ldi. Yani nima deydi Amerika taraf? Sesiqdan porkatgan MacArthurizm deydi. Hozir so'q munosabatlar urushi va qasddan ideologiyalik ziddiyatlarni paydo qildi dedi. Zaman keldi. Minister efendi bunun sizin hayran qoldigan hech qanday yeringiz yo'q. Zaman keldi, vaqt keldi. Yani nima deydi? Wang Yi efendi dunyoning asosiy iqimiga, tarixning iqimiga xiloflik qildi deydi. Xalq qaro taraf tartibga buzg'unchilik qildi deydi. Amerika va G'arb dunyosi Jungoni xalqaro tartibga buzg'unchilik qildi desa, hozir Wang Yi apandi uni ko'tarib kelib Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosiga ortyapti. Ikkinchi nuqtada tarixiy iqimga xiloflik qildi. Kim? Amerikami? Xo'sh. Hozir tarixiy iqimga xiloflik qilayotgan Amerikami yoki sizmi Wang Yi apandi? Minister Wang Yi. Shangang nima deydi? Demokratiya deydi. Shangang nima deydi? Uni mustaqillik deydi. Bu dunyoning tarixiy iqimi, asosliq iqimdir. Undaqda Shangangda o'sha talabni bostirayotgan Jungo Kompartiyasimi yoki Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati? Bugun mustamlika Uyg'uristonda uyg'ondi. Mustamlika Uyg'uriston xalqi 1996-yildan boshlab uyg'ondi. 1991-yil 4-oydan boshlab uyg'ondi. 1997-yil 2-oyning 5-kunidan boshlab uyg'ondi. Uyg'uriston xalqi uyg'ondi. 2009-yil 7-oyning 5-kunidan boshlab uyg'ondi. Shiddatli ahvolda uyg'ondi. Uyg'ur o'zini tanib ketdi, men Uyg'ur dedi. Uyg'urning eg'ida millat enge paydo bo'ldi, huquq enge paydo bo'ldi. Endi Uyg'ur biz davlatimizni asli keltiramiz dedi, vatan ichida diyemedi. Vatan sirtida uning vakillari mana bizdek vakillar da'vatimiz bu. Wang Yi apandi tarixning iqimi, asosiy iqimi mana bu shu. Hozir bu asosiy iqimga Jungo Kompartiyasi qarshi turyapti yoki Amerika Qo'shma Shtatlarimi? Tarixning asosiy iqimini Amerika Qo'shma Shtatlari yaratyapti. Tarixning asosiy iqimini Amerika Qo'shma Shtatlari yetaklayapti. Tarixning asosiy iqimiga Amerika Qo'shma Shtatlari madad beryapti, yordam beryapti. Chunki bu davlatning davlat axloqi shu. Hargiz bu davlat axloqining qarshi tarafiga, nisbat tarafiga mangmaydiki Amerika. Siz shunda ahvolda qoldingiz. Shaxsan men Amerikaning Rossiya bilan Jungo munosabatiga boshdan oxir diqqat qilib kelayotgan bir Uyg'urman. Shunglashqa bugun Wang Yi apandining bir kechilla, ministri Wang Yining bir kechilla o'zgarib, Amerikaga yana qara chaplab, tunigan xushomad qilib, bo'ldi, men dunyoga ega bo'lmayman, sening degining bo'yicha menga sen nima desang shuni qilaman. 2 kun o'tmay yani g'ochilli o'zgarib, Rossiyaga ravlaqqa tilpin berib, bu so'zlarni ko'tarib chiqishi kishini hayron qoldirdi vatandoshlar.
Biroq bugun Chimpokunning qalamida nima deyilibdi desangaz, Amerika Qo'shma Shtatlari qaror qildi. Jungo Kompartiyasi a'zolarining Amerika kirishiga ruxsat yo'q. Hatto uning bola chaqasimi kirgan bo'lsa qo'g'lab chiqariladi. Ala shahrini deysiz. Bunun kendi nima gap bor ekan vatandosh? 1 milliondan ortiq Jungo Kompartiyasining a'zosi va uning bola chaqalari Amerikaga yerlashgan gap. Gap bo'li emas, ularni odam qatorida qarab turing. Odam kelib Amerikaga o'rlashibdi. Odam kelib Jungoda Amerikaga yerlashibdi. Buni bu taraf kelib qo'yib turing. Lekin bu 1 million kishi Jungodan qanchalik dollarni olib qochdi? Jungo xalqining qon teri bilan to'plangan dollardan qanchalik pul xiyonat qilib olib qochdi? Gap mana nima edi? Gapning egri mana nima edi? Endi Chimpokong nima deydi hozir? Shunga Jungoda partiyadan chekinish dolqini qo'zg'aldi deydi. Li Yipingmi da'vatida. Hatto Jiang Xinjiang maxsus mavzu qo'yibdi shundaq da'vatida. Jungoda partiyadan chekinish dolqini qo'zg'aldi. Chunki bular mushu dolqin orqali o'zining o'rnini tepish kerak. O'zining o'rni bormi yo'qmi ikkinchi gap. Elib qochgan dollarda qanday saqlab qolish masalasini o'ylash kerak. Şun bu ciddi davalgıççı da hazır kaççıdla Minister Wang Yi'nin pozisiyası özgerdi. Şundakla Tashqi ishlar Ministerligining nopuzluq bayonotchisi Hua Chunying xonimning pozitsiyasi o'zgardi. Mushundaq chog'da davlat ishlar kotibi Mike Pompeo apandini Xinjiangni, yana mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilishga taklif qilish. Buning keyindi nima gap bor Hua Chunying xonim? Agar ma'qul desa, davlat ishlar kotibi Xinjiangni ziyorat qilaman ma'qul desa, ziyoratga berishdan avval bütün yig'ilish lagerlarini tarmar qilib, bitchit qilib, qamalgan Uyg'urlarni qo'yib beramsiz yoki nima maqsad? Hua Chunying xonim, dal shundaq vaqtda siz bugunlardan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni ziyoratga taklif qildingiz.